Xullas, internetda o'tirib, Pythonda har xil qiziq videolarni ko'rib o'tiruvdim. Endi anchadan beri bir o'rganishga harakat deymanmi bilmadim. Xullas, hozir bir qiziq narsaga ko'zim tushib qoldi. Bu ham bo'lsa George Host tomonidan Python tutorial, Python darsligi bor ekan. Ozgina o'tirib qolib, Want it, J. J. With three. Or a list. Correct. xullas, 99. Thank you for joining me on Noob Easy Python tutorial. Noob Easy Python tutorial deyapti. Noob Easy Python tutorial. Bu yerda nima bo'layotganini tushunishingiz uchun mana bu yerda xo'sh, ajoyib protses ketyapti. Ya'ni shunchaki mana 84, 23, 99, 10 raqam berilgan. Buni prosta birin-ketin kichkinadan boshlab kattaga qarab qaytadan listni yig'ish kerak. Mana tayyor turibdi. Va nihoyat shunda harakat qilib ko'rishga bir qaror qabul qildim desam ham bo'ladi o'zim uchun. Buning uchun albatta kursorimni ochib olaman. Videoga tayyorlanmagandim. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar mendan boshqatdan ochamiz pametga. Tutorial qilib ochamanda va tashlaymanda. Buning uchun biz buni tushunishimiz uchun bu yerda nima bo'layotganini birinchi bo'lib ko'rishimiz kerak bo'ladigan narsa, hamma tushunib turganidek, prosta tak. Eng oson usuli. Xo'sh, buni bir chekkaga chiroyli qilib joylashtirib, g'alati chiqdi. Buni bir chekkaga chiroyli qilib joylashtirib, kodimizga kiramiz. Buni bir chekkaga olib turib, shit. Xo'p, mana bu yerda esa main.py ochamiz va kutilganda chiqmadi. List deyapti bu yerda va birin-ketin yozamiz. 84, 23, 99. Va biz bu yerda for I in range len L for J in range for J in range I plus 1 len L. Okay. If Li hop T teng L I teng LJ ga, LJ teng T ga. Xo'sh. Ana endi uni prosta takka hech narsa bo'lmagandek. Come back another day and we'll learn how to sort a list backwards. Hint, you just Wait. change the sign of the Wait, bro, wait. Voy, og'irlik qiladi uncha narsa menga. Xo'sh. Xodga solamiz. Bo'ldi, bu kerak emas. Terini yumshatayman hozir. Xo'p, mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana bularda prosta porядкalik qilish kerak. Bo'ldi. Oddiygina shu. Python main.py. Python emas, Python 3 meniki. Ketdi. Xo'p, 10, 23, 84, 99. Biz xohlagan narsaga yetib keldik. Lekin bu yerda bitta qiziq joyi bor. Buildingga shu chiqyapti, malalis. Xo'p, qiziq joyi bor. Bu yerda protsessni tushunish, ya'ni loop ichidagi loopni tushunish muammosi ketyapti. Bu ham bo'lsa for I in range len hamma professional injenerlar qilganidek shunchaki qarab o'tiramiz. Yo-mayo, nima bu? Taslimmi? Bo'pti. Uxlayman bugun. Ertaga gaplashamiz.
Xullas. Va biz bir necha kundan keyin yana shu mavzuga qaytishga qaror qildik. Soat 11:40 bo'lib ketibdi. Вообще 22-iyun yana bir marta harakat ko'riladi. O'tkazib yuborasam bilan chiqib ketgandan keyin bu safar yana bir marta harakat ko'rishga qaror qabul qildim. Xo'p. Birinchi обычный lookdan boshlaymiz. Oh, wow, wow, no. Print обычный, конечно, zaraz. Yo'q, unchalik emas. Print обычный, конечно. Va oddiygina print kerak. Boshqa hech narsa kerak emas menga. O'sha 3 ham bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p. Demak, buni rang qilamiz. Vitamin Spice. Tushunarli? Xo'p. Tushunishingiz uchun bu yerda bo'layotgan обычный voqea 1 dan 3 gacha, ya'ni 3 gacha bo'lgan rangeda print qilib, tay print qilib, xullas I 0 ga teng bo'lyapti va 3 marta loop aylanishi kerak. Ya'ni 0 dan boshlaydi обычный 0, 1, 2, 3 marta aylandi. Noob emasmiz. Endi qiziqroq narsa qo'shib ko'ramiz. 3 dan masalan 10 gachom, shunda 10 hisobga qo'ydi bu. Nimaga 3 dan boshlaydigan 3 hisobga? Xullas, bu bizni ishimiz emas. Bizni ishimiz emas. O'ylash bizni ishimiz emas. Qiziqroq qilamiz bunday qildi. List masalan olma, shaftoli, nega shaftoli deb chiqardi? Bizda shaftoli deydi buni. Banan, uzun bor ekan. Yo'q, shu aytaman. Demak, endi print yo'q. Endi biz nima qilamiz? For in range 3 ta olib, lenni qo'yib, L beraman. Massivni ichida nechta ma'lumot bo'lsa, o'shancha marta loop qilasan, ya'ni o'shancha marta aylanasan to'xtalmasdan va va chalkashga ketyapman. Va har safar o'sha bittasini chiqarasan. Ya'ni mana bu yerga keladi 0, L idan chiqaradi, birinchisini oladi. Ikkinchi marta keladi. Yana bir короче bitta aylanganda 1 olmani chiqaryapti. Yana bir marta kelyapti. Nima qilay, aylanaveraymi deyapti. Men aytyapman, ha, hali 3 marta bo'lmadi deyapman. Nimaga desa, mana bu yerda 3 ta yozganman-ku. 3 marta aylanasan deyapti. Okey, yana aylantiryapti. Yana kelyapti. 2 marta aylandik, o'sha ikkinchisini aytyapti. Endi menga deyapti, L ichidan ikkinchisini olib chiq deyapti. Keyingi safar xuddi shunaqa L ichidan uchinchisini olib chiq deydi. Buni shebang qilishamiz. Albatta, to'g'ri. Demak, mana olma, shaftoli, banan chiqardi bizga. Нормальный. Ma'qul. Endi xo'p, nublikdan biroz chiqamiz. Nub bo'lishdan. Demak, endi qila oladiganimiz nima desak, endi biz loop ichida yana bir marta loop yaratamiz. Xo'p, endi tekshiramiz. Demak, yo'q, bunaqa qilmoqchi emasman. Просто iyla bermang gapimiz. Buni ham ikki qilsam nima bo'ladi? To'xta. Bunday qilamiz. 3, 5. Katta raqamlar bilan chalkashtirib qo'yman-da o'zim. Demak, короче 3 marta 0 dan 5 gacha sana deyapman. Mana mana. Mana aytadiki 0 dan 5 gacha sana. Oddiy 0 dan 5 gacha sana deyapman. Imom aytyapman. 3 marta. Ya'ni mana shu 0 dan 5 sanashni 3 marta amalga oshir deyapman. Oddiy qilib tushuntirganda. 3 ta loop ichida 5 gacha sanadi. 3 marta 5 gacha sanatdik xullas. Majburladik 3 marta 5 gacha sanashga. Manimcha bu bizni erishgan eng birinchi yutuqlarimizdan bittasi. Anchadan beri albatta. Keyingisiga o'tamiz. Xullas, endi esa o'zimga bo'lgan duxim oshib ketib, L'dagi I deyman. L'dagi J bo'lsa, hop, bizga bu biroz boshqacharoq taklif qilyapti. To'g'rimi? Balkim shu to'g'ridir, balkim bu ham normalniy chiqar.
Да, нормальный. Mana uni lengsi to'rt, to' to'rtmi? To'xtanglar, shuni raqamga aylantiramiz. To'rtmi o'zi? To' to'rt, hop, buniyam to'rt deyman. To'g'rimi? To'rt. Va buni bunday qilamiz. Buni просто print, to'xta, bunday qilib turaylik. Print I bilan J deyapman. Shunda buni o'chiramiz. Bu yerda nima bo'lishi kerak? For I 4 marta mana bu loopni aylantir deyapti va ichkari loopda aytyapman. J 0 dan boshlayman va I dagi rangega, ya'ni bu yerda 0 bo'lsa, men unga 1 qo'shaman. 1 qo'shib, uni ichini 4 marta aylantirib, I nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Xo'p, bu yerda 0 dan hakam 3 gacha aylanishi kerak edi bu. Lekin bu mana hozir shunda 4 marta taslim taqib ilova tushunib olishim kerak buni boshqatdan. Xullas, bu yerda bo'layotgan narsa, birinchi loopimizda nima bo'lyapti deyiladigan bo'lsa, birinchi loopimiz 0 dan 4 gacha aylanadi. Eng kamida, to'g'rimi? 0 dan 4 gacha aylanyapti. Demak, 4 hisobga olinmaydi. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Shunda 4 desangiz 5 ga o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ham 4 hisobga olmaydi. 0, 1, 2, 3 bo'ladi. 3 marta aylanadi. Yo, 4 marta aylanadi. Просто 3 gacha sanaydi. Nima keragi bor edi hayronman. Xullas. Masalan, 0 deydi. Mana buni bitta kiradi. Orqaga qaytadi. 1 deydi. Hop. Yana bitta kiradi. Yana orqaga qaytadi. 2 ga o'tadi. 2. Yana orqaga qaytadi. Yana qaraydi. Necha bo'ldi? 4 gacha sanadimi? Yo'q, yana 3 qolib ketdi deydi. Uchinchisiga qaytib kiradi. Xo'p, birinchi etapimiz shunaqa o'tadi. 0 dedi. Kirib ketdi ichkariga. Bunga aytyapman. 4 marta aylanasan. Bu yoq xuddi shunaqa 0, 1, 2, 3. 3 gacha sanab 4 marta 3 0 dan to'xta. 0, 1, 2, 3 o'sha boyaga aytganim xullas. Aylanasan. Faqat shu aylanish vaqtida tepadagi I ga 1 qo'shasan deyapman. Ya'ni bu kiradi. 0 deydi. Kiradi. Ketdi bu yoqqa. J bu ham 0 ga teng. Kiradi. Mana 0 ga plus 1 qo'shadi. Nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Qaraydi. Xo'p, bizda deydi 4mi? 4 ta qilishim kerakmi? Ha, 4 ta qilishim kerak. Demak, davom etamiz deydi. Okey, davom etyapmiz. Bunga kiradi, print I qiladi. Ya'ni birinchi nima chiqishi kerak bizga? Birinchi bizga chiqishi kerak bo'lgan narsa 0 virgul nechi chiqadi? 1 chiqadi. Ya'ni men aytyapman, 1 dan 4 gacha sana deyapman. Bu nima qiladi? 1 dan 4 gacha sanaydi. 1, 2, 3 deydi. Bu 1, 2, 3. To'g'rimi yoki? Yo'q. To'g'ri hisobga olinmaydi. 1, 2, 3 deydi. Bu kiradi, 1 sanaydi. Orqaga qaytadi. 0, 1 bo'ladi. Yo'q. Va qaytib chiqdi. Yana tepadagi loopga chiqadi. Bu safar nima bo'ladi? 0 virgul 0 bilan 1 bo'ldi. J yana qaytib chiqadi. J уже 1 ga teng. Yana qaytib chiqdi. Keyin nima deydi? Plus 1 qo'shadi. Mana loopdan chiqib ketmadik hali. Chunki 4 gacha hali yetib kelmadik. Ya'ni men aytyapman bunga 1 dan 4 gacha sana deyapman. 1, 2 va xuddi shunaqa. Va xuddi shunaqa davom etyapti. 3 bo'ldi. Ya'ni 1 dan 4 gacha sanadi. Ya'ni 4 hisobga olinmaydi. 1, 2, 3 dedi. Endi nima qiladi? Tashqariga chiqadi. Demak, 3 marta 0 oldik biz mana bu yerda. 3 marta 0 oldik. Tashqariga chiqamiz. Keyingimiz nechidan boshlanadi? Keyingimiz 1 dan boshlanadi. Virgul bunga kiryapti. Bo'ldi, 1 bilan kirib keldim bu yoqqa. Bunga aytyapman. 1 bilan kirib keldim, lekin sen unga 1 ni qo'shib yuboryapsan. Bu 2 dan 4 gacha nechta son bor? 2 bilan 3 o'zi bor xolos bizda. Demak, bu 2 bir safar, endi shu payt chiqarib beraman. Bir safar 3 dedi. Demak, bizda nima bor? Bir safar 2, bir safar 3 bo'ldi. Buni endi 1 ga teng, to'g'ri. 4 marta aylanish kerak o'zi bor yo'q. Bunday qilib aylansa, biz 2 marta aylanib chiqdik. Mana bu 1,
Shular orasidan ochaylik. Bu 1, mana u 2. 2 marta aylandik. Endi tashqariga chiqdim. 3-marta aylanishga o'tdim endi. 3-marta aylanishga o'tdim. Va mana bu yerga kiramanda. Unga aytaman. Mana man 2 man deyman. Mana bu J esa nima deydi? Range'da aylantirayotganingda +1 qo'shib yubor deydi har doim. Bu endi 3 bo'lib qoldi. 3 dan 4 gacha ham 1 marta aylantirasiz shunda. Chunki 3 bilan 4 orasida bir dona 3 raqam bor xolos. Pastga tushaman. Shunda nima bo'lyapti? Mana uni i'm 2 ga teng, vergul va 3 bo'ladi. Shunda to'g'rimi? Bo'ldi. 1 marta aylanadi. Shu bilan orqaga qaytib chiqadi. 3 bilan bo'ladi. Ya'ni oxirgi 3-ni aylantirish kerak. 0 da aylantirdik, 1 da aylantirdik, 2 ni aylantirdik, 3 da aylantirishimiz kerak. 3 da aylantirayotganda kiradi u. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi deydi. 3 ga +1 ni qo'shadi mana bu yerda. +1 ni qo'shib yubor deyapmiz. 4 ga aylanadi. 4 dan 4 gacha raqam yo'q. Mana bu yerga kelib aytadi. Uje raqam yo'q. Bo'ldi u. Qiladigan ishim yo'q bu yerda deydi. Bo'ldi. Chiqib ketadi shu bilan bajarmasdan. Demak, bizga mana bunaqa holat bo'ladi. Shunda biz yozganimizda 00 1 2 3 00 1 2 3 pastda 1 2 1 3 1 2 1 3 va 2 3 va 2 3. Mana inson miyasi 100% ishlasa nimalarga erisha oladi? Demak, endi asosiyga o'tamiz. Bizni qiynayotgan muammo bu emasda, bizni qiynayotgan muammo boshqacharoqda. Ana o'sha muammoga to'g'ri yetib borishga harakat qilamiz. Xullas, buni biroz kattalashtirib olay. Bu qismini tushundik. Necha marta aylanyapti, nima bo'lyapti. Endi asosiy bizni qiynayotgan narsa mashina yechamiz. Xo'p, buni mantig'iga chiroyliroq qilib qo'yib, buni mantig'iga biroz e'tibor bersak. Xo'p, mana bunaqa yozsam ham hech narsa o'zgarmaydi. Chunki to'r bilan mana bu to'rni farqi yo'q bizga massivni lensini. Shuning uchun bemalol buni qo'shib yuboraveramiz, hech narsa o'zgarmaydi. Va to'xtaylik. Mana buni hozir o'chirib turamiz. Mana buni o'chirib turamiz. I va L va I xuddi shunaqa mana buni aytamiz. Tipo print qilib ko'rsa nima bo'lar ekan bu, to'g'rimi? Va har safar nima bo'ldi? Mana bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni 3 marta 84 ni chiqaryapti. Nimaga desa, chunki 0 bizda 3 marta 0-ni chiqaryapti. Mana bu esa 0-chi bizniki. 0 84 0 84 0 ya'ni 3 marta 1 2 3 da 3 marta 84 ni chiqaryapman. 84 3 marta chiqdi va keyingisiga, ya'ni mana 1 qo'shib ketaveradi-ku. 1 qo'shib ketavergani hisobiga birinchisini chiqar, ikkinchisini chiqar va 3-chi chiqar massivdan deyapman. Uchalovini bitta-bitta chiqaryapti. Va xuddi shunaqa keyingisiga o'tganda 2 marta keyingi raqamni 2 marta bundan keyingi raqam, ya'ni buni 2 marta chiqaryapman, bu ikkalasi uchun. Buni o'zini esa 2 martadan chiqaryapman. Va oxirida xuddi shunaqa 99 ni 10 mana ikkalovini chiqaryapti. Bu qiyin qanaqadir tuzilma bir struktura bo'lmadi bitta. Просто massivlarini chiqarib yubordik. Xo'p, ana endi mana bunga keladigan bo'lsak, buni ishlash sxemasiga man terminal yopib turaman. Demak, bu yerda nima deyapmiz? Agar terminal teng bo'lib ochishim kerak menimcha o'sha bu yerda. Buni kichraytirib olaman. Agar L I ya'ni massivdagi I bizda nima edi? 0 edi. Agar L I 84 deyapman. L J dan katta bo'lsa, ya'ni 24 dan katta bo'lsa, L I L J ni mana bu bir-bir ikkita o'zgaruvchini o'rnini almashtirib qo'yish, ya'ni 84 bilan 24 o'rnini almashtirib qo'yish degan ma'noda kelyapti. Ya'ni L A bilan L J ni bir-biriga teskari qilib tenglashtiryapti mana bu. Bir-birini o'zgaruvchi qiymatini bir-biriga o'tkazib yuboryapti, shunchaki almashtirib qo'yyapti. Switching deydi-yu, xuddi shunga o'xshab. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti deyilsa, 84 bilan 24 ni solishtirdi. Mana bu qoidaga to'g'ri keladimi ifga? Da, конечно, to'g'ri keladi. Ya'ni 84 24 dan katta bo'lsa, bir-birini o'rnini almashtiryapti. 84 qaradi, 24 dan katta, o'rnini almashtirdi. 24 keldi mana bu yerga. Bu yoqda 84 keldi. Tomog'imga bilim tiqilib qoldi. Xullas, 84 24
buyog'i 24 84 ga aylanib qoldi. Endi yana bir marta loop aylanyapti. 24 bilan 99 solishtirilyapti. Ya'ni mana bu yerda уже mana 84 24 almashdi. 84 bunaqa qilaylikcha, mana 84 24 almashdi. O! Yaxshi olmayman. Almashdi. Tagida nima bo'ldi? 84 endi nima bo'ldi? 24 bilan mana bu yerda 99 ni solishtiradi. Chunki 24 endi 84 emas, 24 birinchiga tushib qoldi-da. 84 bilan nechini bir-biriga solishtiryapti? 24 bilan mana 84 ga aylanadi. Bu 24 ga 24 bilan 99 ni bir-biriga solishtiradi. 24 bilan 99 ni bir-biriga solishtirayotganda bizda mana bu qoida ishlaydimi yo'qmi? 24 99 dan kattami deyapti. Yo'q, bunaqa javobimiz yo'q. Demak, bir o'tkazib yuboramiz. Keyingisiga o'tamiz xuddi shunaqa. 24 10 dan kattamida nima qilamiz? Switch qilamiz. Ya'ni o'rnini almashtiramiz. Bu endi qanday ko'rinishga ega bo'ldi desanglar, mana bu 24 ga aylandi. Mana bu 84 ga aylandi. Mana bu 10 ga aylandi. Endi biz bitta loopdan keyingi holatimiz 10 84 99 24 mana bunaqa holat kelib qoladi. Ya'ni bir marta 84 24 bilan solishtirildi. Qoidaga to'g'ri keldi. O'rnini almashdi. 24 bu yoqqa tushdi, 84 bu yoqqa tushdi. 84 joyida qoldi. 24 bilan 99 solishtirildi. Qoidaga to'g'ri kelmadi. 24 joyida qoldi. 24 bilan 10 solishtirildi. Qoidaga to'g'ri keldi. 24 orqaga o'tdi, 10 bu yoqqa o'tdi. Endi xuddi shunaqa yana bir marta aylanadi. Ya'ni har safar aylanganda katta son oxiriga o'tishni boshlaydi. Masalan, 10 keyinga aylanyapti. 10 84 dan kattami? Yo'q. Joyingda qol. 10 99 dan kattami? Yo'q. Joyingda qol. 10 24 dan kattami? Yo'q. Joyingda qol. Bo'ldi. 3 marta aylantirdikmi? 3 marta tugadi. Endi keyingisiga o'tamiz. Ya'ni 84 ga o'tadi. 84 99 dan kattami? Mana bu yerda qoidaga qarab. Yo'q. Joyingda qol. 84 24 dan katta. Ha, almash joyingni. 84 24 bu yoqqa o'tadi. 10 24 bu yoqqa o'tdi. Ya'ni keyingi loopga yaqinlashganimizda qanaqa holat bo'ladi bu desa 10 10 24 99 va 84 bo'ladi keyingi loopda. Xuddi shunaqa davom etib mana oxirgi loopda, mana bu oxirgi bittali loopimizda 99 va 84 bir-biri bilan solishtiriladi. Ya'ni mana bu yerda oxirgi loopimiz bor-ku mana 2 bilan 3. Oxirginisi nima? Ya'ni 0 1 2 99 bilan bu nechinchi massiv nechinchi saylanyapti? 3-inchisi, ya'ni 0 1 2 3 99 bilan 84 ni solishtiryapti va shu ikkalasi bir-birini o'rnini almashtirib olyapti. Xullas, muammoni hal qildik. Undan kelib chiqadiki, biz bot emasmiz.